Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan o'zbek tilida juda kam ishlatiladigan, ammo juda foydali bo'lgan 3 ta so'zni o'rganamiz. 3-chi so'z sizga juda foydali bo'lishi aniq. Birinchi so'z o'zg'or. O'zg'or shamol esayotganda havoning keskin o'zgarishini bildiradi. Masalan, bugun o'zg'or bo'lib, havo sovib ketdi. Buni zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, ob-havo keskin o'zgarib ketdi. Ikkinchi so'z zavol. Zavol barham topish, yakun bo'lish degani. Masalan, har bir narsaning zavoli bor desak, hamma narsaning oxiri bor degan ma'noni anglatgan bo'lamiz. Va uchinchi so'z bahra. Bahra zavq va foyda degani. Misol uchun, men kitob o'qib cheksiz bahra olaman. Ya'ni kitob o'qib cheksiz rohat va zavq olaman. Tilimiz boy. Faqat biz u so'zlarni ishlatishni unutib qo'yamiz. Keling, bu so'zlarga zavol bermaylik va bu so'zlardan yana bahra olaylik. Siz ham bugun o'zg'or so'zini biror gapda ishlatib ko'ring. Keyingi videolarda yana yangi so'zlarni o'rgatishda davom etamiz. Bizni kuzatib boring.